Sirdaryo viloyati aholisini uzluksiz ichimlik suv ta'minotidan ta'minlash borasida bugungi kunda keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Jumladan Ulug'yo'l mahallasida hozirgi kunga kelib diametri 320 mm bo'lgan ichimlik suv quvurlari yotqizilmoqda. Ushbu 320 mm bo'lgan ichimlik suv quvurining jami kilometri 3,8 kilometrni tashkil qiladi. Ushbu Guliston shahrini uzluksiz 24 soat ichimlik suv ta'minoti bilan ta'minlash borasida 2 smenada ishlar olib borilmoqda. Ya'ni 12 soat kunduzi, 12 soat kechasi ishlar tashkil qilingan. Bugungi kunga kelib Guliston shahrini aholisini 24 soat ichimlik suv bilan ta'minlash borasida olib borayotgan ishlar natijasida 26 kilometr ichimlik suv tarmoqlari tortilishiga erishildi. Shuningdek, barcha Guliston shahri hududlarida mukammal darajada ishlar olib borilmoqda.